Xush Şinjan Sanaşıyanın profesörü Gülzar Tömür Malım. Gülzar Malım karşılığınız hoş geldiniz. Alqışlıq psixik yetakçısı Ali Malım. Karşılığımız Ali. Qayda çölde turup içilgan güllerini körümüz. Suda turup kurup qalğan daraxtni uçurtimiz. Bizning programmamiz muhabbat jihatdan ko'ngliga bir gul ichildirsam bo'ladi deb arzu qilayotgan jo'rsiz yoshlarimiz uchun maxsus loyihalangan. Biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Sizlar uchun bosh qotiramiz. Birinchi nomorli qiz mehmon Maryam, 24 yosh, Xotan shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq, Urumchi shahridagi ma'lum bir shirkatda ishlaydi. İkinci numaralı kız mehman Azizay, 23 yaş, mijoz xarakteri ig'ir besiq, Şinjan san'at maktabining skripka kasbini bitirgan. Hozir oila o'qituvchisilik qiladi. 3 numaralı kız mehman Xotian Yu, 24 yaş, mijoz xarakteri ig'ir besiq, hozir Sanjada yasli ma'rif o'qituvchiligi bilan shug'ullanadi. 4 numaralı kız mehman Alfira, 23 yaş, Urumchi shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq, Urumchi shahridagi ma'lum bir shirkatda ishlaydi. Birinci numaralık oğul mehman Pattarcan, 34 yaş, yurti Turpan şehridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Turpan shahrida yemek-içmek ticareti bilan shug'ullanadi. İkinci numaralık oğul mehman Yusufcan, 34 yaş, Börtala shahridan, mijoz xarakteri ochiq yo'ruq, yumoristik. Hozir o'z oldiga tijorat qiladi. 3 numaralık oğul mehman Murat, Aqsu shahridan, mijoz xarakteri ig'ir besiq, Urumchi shahridagi ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 4 numaralık oğul mehman Mehmetcan, 32 yaş, Çercan naisidan, mijoz xarakteri ig'ir besiq, Urumchi shahrida ma'lum bir yemek-içmek o'rnida ishlaydi. Undaqda tunji uchrashish bosqichini boshlaylik. Qaysi yigit mardonlik bilan tunji uchrashishning egisi bo'ladi? Pattarjanmi? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi. Pattarjanning bu ikkinchi qitimli qatnashishi programmamizga. Birinchi numar. Ahvolingiz yaxshimi? Salomatmi? Siz odatda qanday tomonni yaxshi ko'rasiz? Ishqilmay yeydiganlar narsa bo'lsa yaxshi ko'raman. O'xshashganmiz. Ismim Musa Pattarjan, o'zim Turpan Xo'yansandan. Kasbim bo'lsa yemek-içmek yetakchisi. Mumkin bo'lsa yaxshiroq tushunishib, o'zaro fikr almashmoqman bor. Bo'ldi. İsmim Maryam, o'zim Xotandan. Andan shu o'qish bitagil o'zim bo'ldim deyman. Shu sizdan bir savol so'rab baqsam bo'ladimi? Ma'qul. Yishingizni so'rab baqsam bo'ladimi? Misal siznikidan cho'ng. Agar ilqi javob berish qulaysiz bo'lib qolsa javob bersangiz bo'ldi. Bu yil 34 yosh kirdim. Andan shu sizdan so'rab baqsam, hozirgacha ilqi siz turmush qurib baqdingizmi yo'qmi? Turmush qurgan vaqtim bek qisqa. Qurgan bilan qurmaganning farqi yo'q bo'lib qoldi. Shu bu elchi programmasiga chiqdim. Endi yana bir savol sat bo'lsin so'rab baqsam, ilqi sizning turmushingiz nima sababdan masalan ilqi hozirgidek yaxshi bo'lmay qolgandi? Endi sababi bo'lsa, men shu yemek-içmek yetakchisi. U bu korxonalarning meni taklif qildi, chaqirdi. Endi uning ichida ayollarmi bo'ladi, erlar bo'ladi. Endi kasbimni qo'llab berish azib qolgan sababdan ashta bo'lib qoldi. Demak, xizmat sabablikmi? Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Maryam Pattarjan, 2 minut vaqt yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Bu vaqtning tezroq to'shishini arzu qildinglarmi yoki sal uzartib bergan bo'lsa degan arzu qildinglarmi? Amal va sal uzun bo'lishi yaxshi edi. 5 minut bo'lgan bo'lsa asli, Endi bu elchi programmasining o'zi ishliq qoida tuzumlari bog'lashga qisqa qilib tugatdi. Siz Maryam. Mencha vaqtni yaxshi o'rlashtirildi deb qarayman. 2 minutdan uzrab ketgan bo'lsa, savol topolmay qoladingizmi? Nima deysiz? Shu. Masalan, ilqi qisqa vaqt ichidami bir odamning yurish turishidan, gap so'zlardan bir odamning qanaqligini bilib olib bo'ldi emasmi? Vaqt chiqib bo'lib ketsa, ilqi araliqda ilqinim deymiz, bir xil to'qinishlar bo'lib qoladimi deb. Bo'ldi. Sizdan bir savol so'rasam, mening yurish turishim qanday ekan?
Özünüzge maskega aldık. Şu ya ma'qul. Çayыңlarga beringlar. Pattarjon, endi joyingizga berib savolingiz bo'lsa davomlashtirsangiz bo'ladi. Xo'sh, bugun yana yangicha bir qoidalarni chiqaraylik. Oldi bilan birinchi bosqichni davomlashtirishdan burun men qarasam yangi bir mehmon kelibdi. Sen hao nijabing ning hao. 大家好，我叫侯天宇，今年24岁，学幼师。哦，侯天宇，欢迎侯天宇。Endi biz yangi bir qoida chiqaraylik. U bo'lsa-mu, hozir Pattarjon bilan Maryam 2 minutlik fursatda sahnaning o'rtasida tunji uchirishni tamomladi. Endi 2-numur bilan 2-numur, 3-numur bilan 3-numur, 4-numur bilan 4-numurga 30 sekunddan vaqt beramiz. 你好，你好，我想问一下你对你将来的那个另一半有什么要求？个子比较高一点，啊，然后对父母好， Yaxshimi 4-numurliq go'zal qiz. Yaxshimi? O'zingiz bek chiroyli ekan, ko'zlaringiz buloqdek, bo'yingiz nimacha egiz soyda qolgan qo'noqdek. Chaqchaqlarim eg'i ketmaganda. Yaqi. Qanday tamoqni yaxshi ko'rasiz? Odatda chiqib uy tomog'i bo'lsa, hammasini yaxshi ko'raman. Shipan. Bo'ldi, so'raydigan savolingiz bo'lsa, men javob berishga tayyor. Siz odatda qanday tomoq yaxshi ko'rasiz? Men shu lag'man xogo. Ha, xogoni yaxshi ko'ramsiz? Shu o'zimni xogo cho'g'aniki shu kunab qaptimi? Mama odatda do'stlarim bilan bekcha xogo yeydim. Anda o'z men ba'u. Ma'qul. Urumchilimi sizningki? Ha, Urumchida. O'rningiz. Mush qizlar bas mehmon qilamsiz. Chatoq yo'q. Siz borsangiz eng oldida taxa. VIP qilib. Men boraman deb aytmasligim mumkin. Qizlar bas mehmon qilamsiz. Chatoq yo'q. Beringlar, xogoni yaxshi ko'rgan qizlar. Ma'qul, rahmat. Jingo bilan mehmon qilaman. Mamatjon, ochiq yo'riq qizg'in inimi? Xo'sh, hammanglardan o'rtaq savol. Qiz yigitlardan. Kelgusi nishoninglar nima? Mening kelgusidagi nishonim bo'lsa, hozir asosan egilak tiklab bo'ldim. O'zimning 1200 kvadratlik restoranim o'zim tegidan sog'an chachanda hozir shu kasbim oshpaz bo'lgan ekan, shu kasbni davomli etmoqchi. Yemak ichmak kasbida uzib chiqish nishoningiz bor ekanda? Shu. Men kasb almashtirmaysiz. Oxirigacha mush yo'l bo'yicha tirishsiz. Almashtirmayman. Endi mening nishonim o'zimningki shu uylik tiklash orzuyimni shu bir boshqa olib chiqish bilan bir vaqtda o'zimningki kelgusidagi jo'ram bilan shu bundan keyingi hayot safarimni baxtli qo'shaloqram yapmoqchi o'ylayman. Qaysi sohada egrik tiklaysiz? Savdo sohasida. Savdo sohasi. Masalan, savdo sohasi bek kengri inim. Ma'lum bir kasbga qiziqishingiz bormi? Men o'zim to'rso'z qilib boqqan, burun qilgan savdomniki hamda eloqi terasalash buyumlari, girim buyumlari jaqaqchu. Girim buyumlari sohasida taraqqiy qilgansiz bor. Lekin shu jihatdami mahsulot tushuntirish bo'lsin, boshlanganligi teri masalalarini hal qilish bo'lsin. Shu jihatda ozroq bir mendaligi tajriba bor shu bo'lgan. Tajriba bormi? Ha. Bu yoq chiqma. Qizlarning hozirgi chiroyi holatiga qarab, qurg'oq teri, mayliq teri degandek ter alayidligi bo'yicha bularga maslahatingizni bera olamsiz? Yeniqroq bo'lsangiz bo'ldi. Endi shu teri qarab maslahatni bera olmayman, lekin suya holat bilan ma'lumotli maysurvaga holat o'xshash chiqmaydi. Kirim qilgan holatda anchalik bilamay qolaman demsiz. Kirim qilgandan keyin uning qalaqi findiyalan ishlatib, sanfin bir narsalarni bergan keyin odatda teriniki aslida babon moyiti aniq gavdlanmaydi. Demak, kirim qilgan vaqtida aslidagi terini bilamay qolishingiz mumkin, shunaqmi? Qo'l terisi qarab bilgil bo'lamdi. Qo'l terisilarga yuzning terisi asosan o'xshash chiqmaydi. Qo'lning terisi qarab, masalan, qo'li qurg'oqmi degandek, asrashga ehtiyoji bormi degandek narsa deya olamsiz. Deyalayman. Ma qizning terisi qarsam, bu qizning terisi unda qurg'oq emas, lekin bak mayliq bo'lsa, o'tiral terisi tavakachu, cho'ngshin pifu. Andan keyin bu qizningki terisi bak suzukkan. Suzuk teri bo'lgan keyin buning qalaqi ortiq ziyodalik sotuluqlashmi unda hojat emas.
terisi süzük hem quruq emas Jongshin Pifu bo'lgan keyin chiqib bu qizning terisi bek sog'lom teri kelib qo'ydi. Bo'ldi. Anandan keyin ma qizning terisiga qarasam azroq bir mayliq ahvol bordek. Ashrahman. Ha. Anki chiroying terisiga qarab baxsam mayliqi miyalarda bir xillik. Peshonasidami? Ha. Azroq bir dodoning izlari anankilikki bir gadala azroq bir. Bakka. Ama azroq mayliq ahvol bor deb o'yladim. Ne maslahatingiz bor? Endi shu bu teri qarta iliqi hem qizlar ochiq bir narsalar yaxshi ko'rdi emasmi? Ham terniga ta'sir qilgan asosli omil o'ziniki ma'lumotli ishlatgan grim buyumlardan sir odamninki shu kunlik turmush faoliyatini bek ta'sir qildi. Masalan, oqshomisi uyquni yaxshi uxlamay qolsa, teri xunuklashidigan, qarda qolgan ahvollar bo'ldi. Uning uchun yemak ichmakdaymiz. Ziyod ochiq bir narsalarni jiq yegan vaqtda, mayliq bir narsalarni jiq yegan vaqtda terninki mayliqlari eshib, ashtaqlar dodolar chiqadi. Xo'jayining kim ko'rib yiqqan qani? 我看这位3号女嘉宾的皮肤，我感觉就是她皮肤有点干燥，azroq qurg'oq bor ekan. Qurg'oqga, qurg'oq bo'lgan keyin bundan chiqib bunaqa suv to'liqlash, 多喝水，多补水，对，suv to'liqlash 皮肤有些干燥，是吧？好， davomlashtiring. Anandan keyin mau 4-numaralı qizninki ter alayliki, shu 1-numaralı qizga o'xshab ketdi ekan. Süzük. Süzük hammaligi qurg'oqlik yo'q yo'q, bek mayliq emas, o'tiral tipdagi ter ekan. Rahmat enim. O'zingizni talaylik his qilayotgansiz mushtobda? Tunji uchrashishda Pattarjon faqat birla qiz bilan muңdisha olgan. Men sizga nayt katta bir fursat berdim. U bo'lsa har bir qizning yeniga berib turib muңdashdingiz. Garchi ulardan savol so'ramsizmi, lekin eng yaqin aralıqda qizlar bilan uchrashdingiz. Xo'sh. Sizning nishoningiz? Nishonim magazin cho'shi. Talla bozori ichish. Talla bozori ichish. Nima uchun talla bozori ichishni o'ylab qoldingiz? O'zim shu bir duqagan burun. İlib sal bir ishlar bilan o'tkazib o'tib, uni yana bir ilib acay deb shu nishonni yana talla bozori ichish tajribangiz bor ekanda. Demak, kelgusidagi nishoningiz nayt cho'ng talla bozori ichish. To'g'ri. Bo'ldi. Pattarjon. Mening nishonim bo'lsa, shu yemak ichmak sohasida untinsiz 15 yil ajr qilib nurg'un narsalarni o'rgandim. Mumkin bo'lsa, shu yemak ichmakdan chiqish yo'lini topay deydigan oila ayollari, yemak ichmakdan chiqish yo'lini topsam bo'ldi deydigan, jamiyat ish kutib turgan yoshlarga endi bir haftadan 10 kun ichida men degan iqtisodni ilib, men degan jizlarni ilib qilib sharoitni hazırlab bera olsa, hafta bilan 10 kunning ichida eng tuvan bo'lganda 100 ko'ydan kunda 2 ko'gacha bo'lgan kirim manbaga ega qila olsa bo'ldi. Endi yilga 20 shogirdni tarbiyalayotgan edim. Endi bu yil 2022-yili nishonim bu yil endi 52 yetkazman degan bir irodam bor. Bo'ldi. Rahmat Pattarjon. Mening nishonim shu o'zimning laylash kasbida yengib chiqish. Odatda kiyim laylashga bak qiziqaman. O'zimning shu jihatlarda ish qilib bir xil qila olaman deb o'ylayman o'zimcha. Shu jihatda o'zib chiqish. Siz odatda qandaqroq kiyimlarni yaxshi ko'rasiz? Bugun kiygan kiyimingizning oldiga qaraydigan bo'lsak, burungi vaqtlarda apalarimiz, adlarimiz kiygan fuguroq damdoq, qadimiyroq tusni olgan. Mushaq kiyimlarni yaxshi ko'ramsiz? Men odatda bir xil ilmiy kiygan, ondan bir xil qizlik nazokatni ifodalab bera oladigan, ondan shu ashta kiyimlarni yaxshi ko'raman. Manglaylab berishni xohlamsiz? Xohlayman, sizdan xolsangiz. Rahmat, chunki men shunday ayollik nazokat chiqib turadigan, latofatli ko'rsatadigan kiyimlarni yaxshi ko'raman. 我未来的目标就是赚很多钱吧，然后因为自己也是比较喜欢在这个演艺方面，不管是音乐也好，还是舞蹈方面也好，我自己特别喜欢，所以说我希望我自己能在这个就是行业里面能走出一些，就是拿到一些成绩吧，然后再多多赚钱，努力赚钱就行了。请问你现在有什么才艺吗？
我是艺术学院毕业的，我的专业呢是音乐表演，然后是小提琴跟中提琴的专业。然后平时因为我周边就是艺校朋友都比较多，因为我个人除了音乐之外也特别喜欢跳舞。对，好，看看有没有人要求你跳舞。谢谢老师。Azizay, san'at kasbi haqiqatan ulug' kasb. San'at kasbi bilan hamma odam shug'ullanamaydi. Cho'qim tabiiy talant bo'lish kerak, ham izchil o'rganib turish kerak. O'zini davomli bu sohada yangilab turish kerak-da. Bayatdan bak ko'p pul topgan bor dedingiz. Sizcha hozir qilayotgan masalan usulni yaxshi ko'raman, usul o'ynayman dedingiz-ku. Mush kasb bilan siz shu orzuyingizga yetishga ko'zingiz yetamdi? Men çok bir xiyal bo'lib o'ylab baqan. Endi men o'zimningki chuye mas skropka emasmi? Skropka bo'lgandan keyin uyda jajo bo'lib, masalan, bolalarni yig'ib yida去给他们教小提琴或者是中提琴deb men o'ylab baqan. 然后 onundan sırt o'zim usulga behlam qiziqman, muzikadan o'tarak usulga bek qiziqman. O'zim Draske qilsam 我有自己想象过跟古力米娜老师有那么有一天的话，我想跟他同台。比如说，我要是像他一样那么的去专业，在舞蹈方面那么的去努力的话，说实话，我还是有这个自信跟他一个同台。我都有想过这种想法。Meningcha bir kasbni bek yaxshi ko'rgan vaqtda bara siz bek chiq pul topaman degan narsani unutib ketishingiz mumkin. Chunki bek chiq pul tepish uchun hozir qilayotgan kasbingiz masalan oila o'qituvchilik bilan shug'ullanish orqali siz bu orzuyingizga yetamasligingiz mumkin. Normal ehtiyojingizni qamdashingiz mumkin. Shunga orzu yo'lingiz bilan asli o'zingiz yaxshi ko'rgan muvaffaqiyat qozonish imkoniyati yuqori bo'lgan yo'lni tanlashga kelganda mening taklifim siz o'zingiz yaxshi ko'radigan, sizni nurlantira oladigan yo'lni tanlasangiz ekan deyman. Rahmat malum. Mayrada. Men o'sha 2-numurliq qizchaq bilan bir meydan usul o'ynagim kelib qoldi. Sizning birga o'ynagingiz kelib qoldimi? Xohlamsiz naq meydonni ko'rib boqmamdi. Bo'ldi. Qani. Sevdaga aylandı. Gülümcü men dupan yaraşıptı. Birla kırıp sevdaga aylandım. Gülümcü men de seyli kılsam ben buldumda okşaştağla aylandım. Güzel narsalarning vaqti qisqa bo'lamdi, chiroyli o'ynayotgandinglar, tezla oxirlashtiryaptinglar, Hamidjon. Vaqti olsa kashkicha o'ynaydigan taq. Singlim tatinchaq qizgana, qana qilishni uqmay qoldingiz-a? Bu bir san'at sahnasi bo'lmaganligi uchun naq maydonda. To'xman asta-asta ko'ndirib olaman. Hopla. Hamda bu kasbimni yana bir kasbim bilan asosan o'xshab ketadigan o'qigan kasbimni shuka, shu o'zim talab qilib bir maydon o'ynagim kelib qoldi. Yaxshi qildingiz enim. Mushtaqdadil bo'linglar. Rahmat sizlarga. Endi biz Xotian uyiga keldik, Xotian uyi. 你未来的目标是什么？照顾父母。照顾父母。还有呢？没了。在专业方面想做什么？我是一名幼师，然后我在以后的把自己的工作做好。工作做好，照顾父母。好的，谢谢。我的目标就是当教师，因为我家里我妈和我爸都是教师，所以就从小就灌输我说让我也当教师，所以我也想当教师。教师。Bir layoqatlik o'qituvchini ko'rgandek bo'lyapman. Texim tirishing singlim.谢谢, rahmat. Hammanglar cho'qim o'zinglar ma'lum bir nishonni bekitgan bo'lsanglar, bo'shashmanglar. Tirishinglar. Tirishyapman deb o'zinglarni tashlab erishyapman-ku, tirishqash erishyapman-ku deb oldinglar qarab menishinglarni umid qilaman. Birinchi bosqichni tamom qilaylik.
birinchi bosqich mishada tugadi. Tunji uchrashish sizlarga qanday go'zal esliklarni ato qildi, menga qarang'u. Lekin ko'nglinglarda saqlab olsanglar bo'ladi. Shu bo'yicha biz ikkinchi bosqichga kirib ketamiz. Ikkinchi bosqich o'rtaq tonish. Qani, ekran qaranglar. Tamağın piştimi deyme. Senin muş tamak etmegen, muş gimroyunun terakkamıqdan tasvip var cuma. Nim bu? Tamam. Tamam. Tamakını alıp çayı ulan da. Bana nasıl şey? Hatta. Hey, bu toy qili xili zaman bo'lib qoldi. Hozirgacha bu tamoq etgan tamoqda rang, tam hech nima yo'q. Go'shtini qara, ham go'shtini. Bir balning xatmasini qilib uchidan chiqargandaklar. Bu lag'manmi shu? Opamning etgan tushkushdim etgan tamoqni ko'ribman, shu etgan yinoyatchilikda. Yinoyatchilikda. Voy. Shuning qaraganda opamdan uygunilib yeni bize bir turmuş mu bulmamsak, kalığı teyyakan, helak açık bırakmamanga. Tıkıt çüçümek diye, bak işletken miyim, mayıpırakta çüçümek mamay. Küçük kazanıp olup dedim sonra, oldum yuvarda sayısı, koruğa düşürsün diye. İşki adem gibi tamak itidiğinler çüçüktür. Vay bu sefer ot koyta vege. Seni ağamdan, hepsem soğukan ağamızam tamak diyen gün gibi keltirdi. Anda müçüktürmek ne ama? Ya çayını Mustafa kızı kıkan baba. Tattarcan. Ceyden. Bu men tuzday degan bo'g'ashga unchalik achchiqlanishning hech qanday bir hojati yo'q deb o'ylayman. Kimga achchig'ingiz keldi? Mushu kishiga, ariga. Mushu etotni ko'rgandan keyin ariga achchig'ingiz keldi. Ha, siz bo'lsangiz qanaqa qilardingiz? Men bo'lsam, endi bu ayollar deganni ayol tarafning otisi ayonlar deb bizga amonatga beradi. Bizni herkes kul qilinglar, o qilinglar, bu qilinglar, tamoq etmisizlar, vaqiranglar deb bergan emas. Bizni ota-onamiz qanday biqib cho'ngan bo'lsa, shu ayol kishini uningdan atvola biqib cho'ng qilgan, herkes kam biqib cho'ng qilmaydi. Bunda bo'lgani uchun har qanday bir ishni ochiq bilan emas, kali bilan hal qilishni umid qilardim. Erning xato deyman. Erning xato. Ha. Kunda bo'lmaydi o ish. Deb men ernikini xato deyman. Agar siz bo'lsangiz-chi, o'xshamagan tamoqdan biri oldingizga chiqsa, bu bir qatim emas, 2-3 qatim shunday bo'lsa qanaqa qilardingiz? O'zi biladi, bir qatim desek, 2 qatim desek, uni keyin o'zi yemasak, bu tamoqni yemasak, o'zi bildi birga o'xshamabdi deb qarshi taraf men ernikini xato deyman. Meningcha bo'lsam shu oilada ayol hammasi barobar bo'lgandan keyin bir-birini hurmatlagan asosda hamda tamoq ekspres bo'lib qoldi. Birinchi qatim essa o'xshamasa, uchinchi qatim idelavra tamoqning ismini o'zim qo'yib beray deb men o'ylayveraman. Hamda shu oilada mayli turmush bo'lsin yoki sirtda xizmat jarayoni bo'lsin, har qanday vaqtda bir-birini hurmatlagan asosda o'ssa deb men o'ylaydiganim shu. Rahmat. Yuqorida ko'rgan bu etotda biz kimning xato, kimning to'g'riligiga hukm qilmaymiz. Faqat o'ylaganlarimizni aytyapmiz-da, qizlar. Agar shu qizning o'rnida sizlar bo'lib qolganinglarda, sizlar bu erga qanday javob qaytargan bo'lardinglar? Ya'ni eng oxiri uyga o't qo'yib o'tamsa nima degan bilan oxirlashdi. Agar men bo'lsam, mening shu vaqtdagi o'ylaganlarim bo'lsa, men tunjiqdim. Bir o'z qo'lim bilan tamoq etib berma deb tamoqni buzib qo'ydim. Lekin mening shu vaqt hissiyatim o'ylaydiganim, men tamoqni buzib qo'ygan holatlik bir xil, uning oldida bir xil umaq holatda mushtab buzib qo'ydim. Anamdan tunjiqdim ko'rib, o'rganganim bo'yicha aytgandim. Andan sayla asroq kuyib ketdi deb bir xil anangdan men meni bavrum qilgan bir xil menga isnim bo'lmaydi
Şuna o'xshabdi ilmi. Ikkinchi qitim, uchinchi qitim aytgan vaqtdan tixinbek o'xshatsa deydigan ilg'man bir ilhom so'zni kutgan bo'lmaydi o vaqtda. Lekin o ilqi turib bilan menga mushta uygim o't qo'yib tamsan, nimda ditting yo'q degan vaqtning o'zi ilqi meni bir xil ikkinchi oshxonaga kirmaysa, tomoq etma bo'ldi. Endi ilqi sirti yisi bo'ldi-ku, buning tomoq et o'pdan bulamagan ekan deydigan itga menda paydo bo'lib qoldi. Siz yaxshi tarafdan tahlil qilyapsiz a? O'g'lar sirti yeydigan o'xshaymiz bundan deb o'ylabsiz-da? 是，我对这个故事的看法就是，如果说就是每个人跟沟通的方式都不一样，然后去沟通完之后，这个解决事情的方式也不一样。如果说他可以改变一下对我的态度，比如说说话方式改变一下之后，对我虽然是无辜的，因为我第一次去做这个饭，哎呦炒那个菜也糊了，被我炒的，如果说。我是笑着跟他说的话，我说你看我把菜炒糊了呢，这是我第一次做的饭，你尝试着吃一下。我可能会以撒娇的方式跟他说话，那他也是回应我的时候，如果说是特别啊没有关系，或者是他的态度也是一个特别。就是正确的去看待这件事的态度跟我说话的话，那他要是说你要是下一次进厨房别做饭做着火了，那不搞啥？我觉得这是一个特别搞笑的事情，就可能不能就是搞那 step 了，就是这种一个想法。我会说，你不喜欢我做的饭，你可以自己去做。就是以我的性格来说，就是这种说我。做饭不好吃呀，或者说下次做饭会不会放火之类的，这种话对我来说也不是很重。我就觉得他在开玩笑。然后我看这个男生当时脾气有点脾气上来了，然后当时是我的话，我就会说，哎，对我会放火，就是以开玩笑的方式把这件事过掉。然后之后等他脾气消下来了，我会对他说，你上次这样说我有点伤心，你下次觉得不好吃能不能好好跟我说，就会和他沟通。Rahmat. Sing'illarimdan bak xush bo'ldim. Mehr muhabbat bilan hal qilishni asos qilyotdi. Chiroyli gap, ayollar xos nazokat bilan hal qilishni tanlayotdi. O'g'illarmi bizni bak so'yindirdinglar. Hammanglar bu erga nisbatan bak qattiq qo'l bo'lib ketdi, bak oshirvatdimi nima degandek tuyg'uda bo'lyapsizlar. Xo'sh, Alimalim. Turmushda bak sig'irlaydigan erlarni mushirtib qolamiz. Masalan, ayol tarafdan haddidan ziyoda ko'p narsani talab qiladigan erlarni. Endi mushundaq erlarga yo'liqqanda qizlar qaysi xil usul bilan bu er bilan yaxshi o'tishga tirishsa bo'ladi. Lekin nuqtali aytgan vaqtda ba'zi odamlar uchun qarshi tarafning xatoligi uning ochig'ini keltirgandek hissiyotni berdi. Amaliyat uchun bo'lsa boshqalarning xatoligi, qizning xatoligi bu erning ochig'ini keltirgan emas. Balki ochiqlash uchun xatolik izlaydi. Bu nima desa, psixologiyaning eng muhim, tushunish bir qadar qiyin, ammo tushunimiz bo'lmaydigan qismi shu. Amaliyatda bu hargiz bu ayolning tomoqni o'qishlanmaganlik tufayli ochiqlangan yo'q. Balki nimasi ochiqlash uchun bir xatolikni ko'rdigan gap. Bu xil odamlar bir umr ongsiz holda, vuyish holda bir xil o'yin o'ynaydi. Bu o'yinning ismi nimasi? Kokolangdan tutib oldimmi degan o'yinni o'ynaydi. Bu odamlar to'xtamay nimasi atrofdagi kishilarning ma'lum bir xatolik orqali o'zining ichki dunyosiga besib qolgan ochiqni to'xtamay chiqarib turdi. Bu xuddi bir chaynakni siz gaz o'choq qo'yib qaynatdingiz. Bu chaynakning chuqum sig'imi bor. Bu qaynab bir nuqtaga kelganda uning o chiqmay qolmaydi buningdan. Chunki siz haqiqat jim qilib etsangizmi bu o eng oxir teshib bir yerdan chiqadigan gap. Bu siz bu o'ni chuqum chiqarishingiz kerak. Ba'zi odamlar qanday chiqirdi chaynakning og'zini ochidi, chiqirdi, yopidi, ochidi, chiqarib yutadi, yopidi, mana shunga o'xshaydi. Shunga odamning qalbiningmi sig'im bo'ladi. Demak, bu erning ichki dunyosidagi ochiq, xuddi bayatning chaynakning o'riga o'xshab to'shidi. U to'shab oz qolgan vaqtda xuddi biz uning pichi shanglaydi-ku. To'shgan vaqtda bu chuqur chaynakning og'zini ochishga ehtiyojli bo'ladi. Bu vaqtda nima ish qildi desa, bir xatolik izlaydi.
bu ayol tamoqni yaxshi etgan taqdirdimi bir odamdan chuqur qusur topa olasizku. Vaqt kelganda misildab mangsan deb tillaydiganlar bor. Misildab mangsan o'ldirmay mangiz deb machaqlaydiganlar bor. Chivin bilan murshida olaydiganlar bor. Yo'l ketib berib şu boshqa bir sho'pirlarni tillab yuradiganlar bor. Ular anglamaydi sho'pir. Ammo ishi turvelib mushundami sho'pirlamda. Hammasi nima desa amaliyotda chaynakning ichidagi bo'g'or to'shaq qolgan vaqtda siz chuqur sirtqi dunyodan bir qo'zg'atqich bu ochingizga mos keladigan bir kukul izdaysiz degan gap. Biz kukulangni tutib oldimmi deydigan yani. Bu xil o'yinni o'ynaydiganlar o'zining bu o'yinni o'ynayotganligini tushunmaydi. Bir hatto bular boshqalarga zaxm yetkazib qo'yishi mumkin. Hatto shuni to'g'ri deb qaraydi. Chunki bu xato qilsa, unda xato qildi emasmi? Deb qaraydi. Amaliyotda ongsiz holda o'zining besib qolgan bu ochig'ini qarshi taraf orqali chiqarayotganligini bilmaydi. Bu atrofdagilarga og'ir darajada ziyon zahmat elib keladigan gap. Rahmat Ali. Xaldada sizlar masalan ajrish dilolarini ko'p bejirsizlar. Odatda bizning qo'lig'imiz qanday ishlarni anglaganda bearam bo'lamiz degan vaqtda naq maydon ajrashishdan burun ayol kishiga haddidan ziyoda zarba berib, haddidan ziyoda uni kamsitib qilganda bu ayolning hamda umrlik ziyda qilishi mumkin. Hatto shu sudga qatnashganlarmi teshig'i chiqib, "Bek chidamasga, ayolga anda qilatdi, manda qilatdi" degandek gaplarni deydi-da. Mushundaq ishlarni anglag'imizda bek bearam bo'lamiz. Mushi hikoyadagi sizning shu bundan ilgari qatnashgan sudlaringizga ma'lum bir erlarni eslatdimi? Albatta eslatdi. Mushu bizniki tajribamizga qaraganda ba'zida xili cho'ng ishlardimi ajrishni kep chiqmaydigan ishlar bo'ldi. Ba'zida ushshaq ishlar bo'libmi shu mijozniki kelishmaslik sababidami ajrashib ketadigan ishlar bor. Men Ali ma'lumning gapiga men butunlay qo'shilaman. Nurg'un mush ajrish dilollardan bundaq bir osingiz iling'udek narsa yo'q. Faqat ashunga o'xshash ushshaq tushak qusur izlash. Tamoqing bugun achchiq bo'lib qopti degan, achchiq qilmasa tatli bo'lib qopti degan ish qilib tamoqdan topmasa Ali ma'lumning gapi shunchalik tushdi shu ishqa. Qusur izlagandan keyin men uyda o'tirgan ayolmi mijozi teqimi cho'sishib ketadi ekanda. Endi bu qusur izlaydigan shuning bilan qarsangiz cho'ng ish yo'q, ammo uy yaxshi o'tmaydigan. Shuning bilan mijozimiz kelishmidi deb bir ajrashadigan ishlar bor. Nima sababdan bunday ajrashishlar desak, deb biringlar desak, bizning qonunda belgilangan ajrashish shartiga tushmaydi. Ammo yo'q zodi 1 minutmi turg'ichilikim yo'q, zod ajrashmasam bo'lmaydi deydi. Nima ishqa degan dal hozirgi shu epizod shuning dal tushgan. Bek ko'p qusur izlash. Shundaq erlarni haqiqatan eslatdi. Ayollarmi endi, yolg'iz erlar emas. Ayollarmi bek qusur izlaydigan, zig'irlaydigan. Bugun paypingni jumabsa, payping kirib qopdi yoki oyog'ingni surtmabsa, yoki kiymangni oyoq tashlabsa, yoki kuldanni oyoq tashlabsa, uyga mundaq qiladi, undaq qiladi ish qilib, shu ushshaq mijoz bilan kelishamay ajrashgan ishlarmi xeyli ko'p. Rahmat adan. Demisimi turmush qusur izlash emas, huzur izlash bo'lishi kerak ekan asli. O'zining asli ishida huzuri yo'q odam boshqalarning huzurini buzadi ekan. Biz sizlarning kelgusi turmushinglarda huzuringlarni buzadigan odamga uchrab qolishinglardan saqlanishinglarni umid qilamiz. Agar mushu naq maydonda bo'lsa, biz sizlarga yordam qilamiz. Qani huzur izlab bir naqsha anglaylik-a. Çiçeklettu, etiyazını duymaksın. Örükler çiçeklettu, etiyazını duymaksın. Gözümden bilip kaldım ey, rasmına kuyup kapsın. Rasmına kuyup kapsın. Naz kılımen kıstenge. Yüreğimden gül sonumen, kaderim diyetkenge. Yüreğimden gün sonumen, kaderim diyetkenge.
Naz qılaman ey, naz qılaman qistanga. Yuragimdan gul solaman, qadrimga yetganga. Jigit qizlar, mana ancha-muncha paranglashgan bo'ldinglar. Bir-biringlarning nimani yaxshi ko'radigan, ko'maydigan, turmushga bo'lgan ko'z qarashinglarda o'rtaqlashib, qandaq qandaq ayol bo'lish haqida o'ylanishlar bo'layotgandi balkim sizlarda. Xo'sh, nishon bekitgan bo'lsanglar, biz endi 3-bosqich oxirgi tanlashga qadam qo'ydik. Yigitlar hozir chiroqni o'chirib etmaysizlar. O'zinglar ko'nglinglarda o'ylagan qiz bo'lsa, tikib turinglar. Qizlar, agar bugungi san programmamiz orqali qarshi tarafinglarda turayotgan o'g'illar ichida mush yigit bo'lib qolamdi nima degichilar bo'lsa, chiroqni o'chirib etmanglar. Agar bugungi sahnada mening nishonim yo'qdek turdi deb o'ylagan bo'lsanglar, chiroqni o'chirib yetinglar. 3 2 1 1. Hammanglar o'chiringlar. Telefonlar bek shuqurmidi yoki ras nishonlarni topamayotgandigan sizlar. Gulzar ma'lum qizlar balkim nishonini ras topamagan bo'lishi mumkin. Sizcha bayatdan bir suhbat oraliqlarida birazmi mos kelgandek his qilgan ahvolim bormi? Masalan, o'zingizning nazarda men yigit bilan men qiz mos kelib qoladimi degan ahvol bormi? Onimi men qarab baxtim shu yigitlar bilan qizlarga qarasam, bizning shu qizlar ichida 1-nomerlik qiz bilan 3-nomerlik o'g'il yana bir paranglashib bo'lsa qanday bo'lar deydigan bir umidim bor. Maryam bilan Murat nima? Murat Zavol bilan Muratning ko'ngilligini so'raylik. Siz ko'nglingiz nishon bekitganmi inim? Yo'q. Bekitmadingizmi? Gulzar muallimningki o'ylig'ini undaq bo'lsa. Amdi men qizningki amdi o'zimizning jo'rimizninki ichki dunyosidan sir uning tashqi dunyosi biz uchun muhim deb o'ylayman. Qizningki Odessada kiyingini uni yaxshi ko'rmayman emas, yaxshi ko'raman, lekin mening cho'g'an chog'da sal amdi zamonga xos yurgan vaqtlarimi shu davrlardan tang yiqimdan mangib kiyinsa yaxshi. Maryamning dastlabki kiyinish uslubi jihatdan bergan ta'siri sizga modadan qag'aroq, hozirgi zamonga tas yetishmayotgandekroq burungi kiyimlarni eslatadigan holatni yaxshi ko'rdi ekanman. Zamonaviy tusda kiyingan qizlarni yaxshi ko'rma demoqchimi? Bo'ldi o'yinim. Undaq bo'lsa, endi yigitlar tarafga keldik. Ko'nglinglarda o'ylagan nishon bo'lsa, hozirning o'zida chiqib shu qizning chirqini yondirish bilan paranglashib baqsanglar, fursatlar bor. Agar nishon bo'lmasa, chiroqni o'chiribetsanglar bo'ladi. 3 2 1. Nimaga yaxshi? 3 yigit chiroq saqlab qolibsizlar. Qaysinglardan kelamiz? Endi mushu munosabat bilan ishga biz sizlarga mushu alch programmasini o'rlashtirib, uyushtirib, keyin sabtiki Qosim Jakash bo'lsin, oldi sabtiki har qaysi ma'lumlar bo'lsin. Siz bo'ling mayracha biz uchun ham ota ham ona bo'lib, bizning keyingi oila qurish ishimizga kalqat turib, shunchalik fursatni, sharoitni o'rlashib qo'yganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shundaqla mushu programmani qo'llagan partiya hukumatga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat Pattarjon. Navoda mush 4 qiz ichida birasi siz uchun chiroq saqlab qolgan bo'lsa xush bo'lardingizmi? 1-nomerni tanlagan. Siz 1-nomerning siz uchun chiroq saqlab qolishini xohlamdingiz? Xohladim. Maryamning qaysi tarafidan bakrak xush bo'ldingiz, huzur topdingiz? Yon turib paranglashgan vaqtimda bu qizniki bir xil ko'rinish, bir xil tortinishni yosh ko'ra qoldim. Tortingan holda, nazokatlik holatidan huzurlangandingiz. Maryam, Pattarjonning oldingizga berib chirqingizni yiqishini xohlamsiz va yoki xohlamamsiz? Avval men uchun saqlab qolgan chirqiga rahmatimni aytaman. Andan o'zimning chiroqni saqlab qolganligim uchunmi pek sat bo'ldi. Andan bayam biroq o'zniki turmush ahvolini tushungan bo'ldik. Andan
Ateizm men yaşcatdikini men qabul qilolmayman. Şunu to'g'ri tushunishni bir qitim turmushlik bo'lganda-chu. Uni ig'rab ketmayman. Agar ilqi yaşcatdibek cho'ng farq bo'lib ketmay 3-4 yoshlar yoki 5-6 yosh, 7-8 yoshlargacha bo'lsa-mu, ilqi Usta bo'lgan bo'lsa, ishqilbek cho'ng bo'lib ketmay shu 5-6 yosh atrofida bo'lsa, turmush bo'lib bo'lgan bo'lsa-mu, men qabul qila olaman. Hozir undaq biz chiroqni o'chirib yetamsiz, Fattarjon. Sizchu? Birinchi nomer. O'chirib yetamsiz. Siz ko'nglingizda nishon bekitganligingiz uchun saqlab qolgandingiz. Kim u? Birinchi nomer. Birinchi nomermi? Maryammi? Ha. Maryam, paranglashib baqamsiz? Rostdan desam, men birinchi nomer bilan paranglashib qilib baqdim. Ondan mening maqsadim aniq. Ondan men yaşcatdalik cho'ng, ondan farq cho'ng bo'lib ketgan odamlarning. Bu yoqning yishini bilamsiz? Yo'q, men paranglashib baqmadim. Men bek yilqa tushunib ketmayman. Yishim 34 yosh. O'xshash 11 yosh farq. Qabul qilaman. Yana shu sababdimi? Ha. Bo'ldi. Chiroqni o'chirib yetamsiz amsa. Rahmat sizga. Mamajon. Meniki shu 2-nomerlikning mayrining oldiga berib, chiroqni yondirib etib, gapimni qilgim kelib qoldi. Ma'qul. Endi bu qizlarning o'qigan kasbi mo'yliqi san'atga emasmi? Endi meniki birinchi kasbim bo'lsa oshpazman. Bu oshpazlikda 15 yil qilib, buningda asosan g'alaba qozonib bo'ldim deb o'ylayman. 50 dan ortiq shogird tarbiyalab yetishtirib bo'ldim. O'zimnikimi uluni tiklab bo'ldim. Endi yana bir kasbim bo'lsa, shu naqsh kasbim borchu. Endi burundan boshlab shu sayyon fuq qilayotgan ekan, oshxona mulozimat ishlari bilan say qo'rib o'tib, qiziqishim naqsh bo'lgandan restoranlarda yurib, ana shunday naqsh etib, o'zim ijodiyat naqshlarni yozdim. Ustozim Asqar Muxtor musiqalarimni ishlab berdi. Uningdan boshqa Ipak Yo'l sadosiniki yetakchi ustoz Nurshad Dilshod og'inam shunday qo'lladi, shuning yoqtirishiga erishdi naqshlarim. Endi mush qizlar mush kasbda o'qigandan keyin so'ng kelib bir fikrimiz bir yan chiqib qolsa, chiroqni saqlab qolsa deb o'yladim. Agar yana o'zingizniki mendan ko'nglingizdek bo'lmagan bo'lib qolsammi, chiroqni o'chirib olsangizmi, lekin yoqtirmayman, amal va saqlab qolsangiz birga tushib kelsak deyman. Agar chiroqni o'chirib etib qolib qolsangiz, buningdan keyin ünlülerini qaçıl söyleyip davamlıqmış kasbiy jihatda siz bilan hamkorlashni xohlayman. Birinci rahmat sizga.对我们俩的专业是比较相似，就是比较对口。我尊重你，就是你说你是厨师之外还会唱歌，对吗？就是边做炒菜边去唱歌。我觉得你这个人也特别幽默，就是上台到现在为止对你的了解就是比较幽默。刚才跟你互动到现在为止，就是怎么说？就是我觉得也是一个可以跟你在这个专业上面可以跟你做个朋友的这种。如果说是做男女朋友的话，我对我的男朋友有个稍微的有一点点要求，就是我希望他比我高一点，我喜欢高个子一些的男生。对，所以说可以就是下台之后可以跟你进行交流。sizdeyenlik sağ buldu. Endi chiroqni o'chirib deb o'ylashgan. O'chirib desang saqlab turmayina. Xapman. Sat bo'ldi. Chaqchaqim bo'ldi. Ham sen tushgandan keyin davomliq mayni siz bilan ünlülerini qaçılış qilib hamkorlashni xohlayman. Rahmat. Endi buning oldida men 2 sonda chiqdim. Endi chiqqan bilan emdalik besida chiqqan vaqtda men o'zim tamtirabmi qoldim. Atonji qatim asanning surib olgandan keyin asal tamtirash bo'ldi.
Әммәлігі өземдегі кәсіпім келдіған қызлар білән мен ұшырыша алмадым. Соның білән әмәм гәп қылмай қызлар ұшырып әткендеке мен солар hürmet қылып түсіп кеткен. İnim, bugün xalısınız muşsanlam üçün bir kuplet naqşınızını ayma etib berələmsiz. Çünki özünüz dadillıq bilən çırqını qaytadan yandırdınız. Əgər xalısa yaxşı ötüb ketken barmı dediniz? Muhabbet naqşlarını mı etamsiz? Eytime. Siz etib kelivatqan qaysı naqşı muş qızğa mas kelidi mən bilməyman. Bir naqşı etib berəmsiz. Bir kuplet bolsun mayli. Buldu. Anda olsa mən şu Ustazımız Taş Mehmet Batır'ınki bir naqşdan bir kupletlam müziksiz aletdə eytib birey. Bu akşam yine seni oylap yattım, gözümden ketmedin sen, bir demleri, oylap şirin hiyallarga, yine battım, yaşlıkның özü asla, güzel siri. Muhabbet o öşməz çıraq. Öşməz çıraq degan naqşı bu, ha? Ha, öşməz çıraq. Qalbinizga çıraqning o'chib qolmasligini umid qilaman enim. Siz bir tirishchan, kasbingizni yaxshi ko'radigan, kasbingizdan sirtmi havaslaringiz uchun tirishayotgan bir yigit. Cho'qim baxtingizni topa olaysiz. Men yana chiqaman. Yana chiqamsiz? Qarshi olaman. Qani, joyingizga bering. Ali Malim, qanday ahvolingiz yaxshimi? Barcha ustozlarimiz yaxshimi? Yaxshi. Endi o'zladan bir savolim bor, so'rab baxsam, uzun bo'ldi. Shu so'rayman deb ish bir uchrashib o'tgandik. Ham bu programmasi yaxshi ko'rik bo'ladi bizga. Endi bu o'zlarining bir shipillarda dunyoning totish qonuniyati deb bir adresiya bayandilar. Shunaqmi? Endi men qisman vaqtlarda atam bilan apam shunday bir xil yaxshilik qil deb cho'nqam o'qishimiki, o'sha 15-20 yilning ichida 180 odamga endi o'zimni qanday yaxshilik qilsam ekan degan ideya yurdim-ku. Yorqin nuqta nima deganda, men qilgan yaxshilik qilgan odamdan menga yomonlik yetib keldi. Endi sizni so'ramasa bo'lmasam nima deganda, dunyoning totish qonuniyati deb siz so'zladingiz. Men ashlarga yaxshilik qilishdan burun yomon tarafini o'ylab olganligim uchun yomonlik menga yongandimi yoki boshqa bir sabab bormi? Sizning ashlarga yaxshilik qilishdagi sabab xato. Masalan, biz bir qushga don beramiz. Biz bu qushga nima uchun don beramiz? Bu yerda nurg'un sabablar bo'ldi. Ba'zilar bir xil ash don berganlikdan xo'sh bo'ldi. Yan ba'zilar cho'tsa, men mushning don bersam, bu mumkin keyin don bersken deydi. Ammo siz don bergan qushning sizga don berish ehtimoli asosiyatdan yo'q deyarlik. Shunga nurg'un odamlarning boshqalarga yaxshilik qilaman degani faqat bir yaxshi odamning obrazini yoritish uchun, yaxshi odam kimligini isbotlash uchun yaxshilik qilaman deydi. Amaliyotda haqiqiy yaxshilik bo'lmasdan faqat nimasi, ashning yaxshilik qilgan bir odamning xarakteri kirgan bo'ldi. Bu bir funinglang hisoblandi. Bu funinglarning o'zi nimasi tartish uchun nazariyasi bo'yicha sizga cho'qim bir action bo'lganki reaction bo'ldi deymiz. Funinglarning o'zi cho'qim bir endi bir 1000 yilni tortib keldi deb qaraymiz. Shu sizning amaliyotda nurg'on odamlarga yaxshilik qilishingiz tip yıldızdan bir bo'lsa sizdagi zizbeganning ta'siri, bir bo'lsa fuzigan, yoki bo'lmasa nima desa, ashlardan bir xil sizga yaxshi muomalani talab qilishdan bo'ldi. Hargizmi ishingizdan bir xil ularga yaxshilik qilganlikdan derak bermaydi. Shunga ko'pincha vaqtlarda siz qarshi tarafning yomonlik erishganingiz to'g'ri shu. Qonuniyatga uyg'un. Biz buni yaxshi pasib energiyalik yaxshi odam deymiz. Shunda xo'sh bo'ldim. Eng og'ir nimadan xo'sh bo'ldingiz? Mushu nuqtani
tushuntirib berganligingizdan xush bo'ldim. Odam birinchi bo'lib o'ziga yaxshilik qilish kerak. O'ziga yaxshilik qilgan vaqtda odam xushal bo'ldi. Bu sizning xushal bo'lishingizning o'zi nima desa, kishilar qilgan yaxshilik. Masalan, siz bir ko'lchak chiqib ketdingiz. Siz bu ko'lchakdan chiqib qo'lingizda bir atirgulni ko'tarib olib, hamma odamning yoniga borsangiz, kishilar sizdan qochidi. Siz buni tushunmay qolsiz. Men bular atirgul sovuq qilib borsam, bular mendan nima qochidi deb tushunmay qolsiz. Siz ularga atirgul sovuq qilman deb berayotganingiz bilan siz sessiz ko'lchakdan chiqqan vaqtingizda badningizni butunlay bakbo'y puroqning chiqayotganligini his qilmaysiz. Shu nurg'un odamlar nima desa, funinglar chirmab ketgan. Shu bu kishilar boshqalar atirgul sunsimi, boshqalar yaqinchilik qilsimi, kishilar bundan qochidi. Andan bu odam buni tushunmay qoldi. Men nimishqa kishilarga yaxshi muomala qilsammi, voy desammi, kishilar nimishqa meni yaxshi ko'rmaydi, nimishqa mendan qochidi deydi. Buning javobi nima desa, funinglar bayatlig'may o'xshatib bergandek, u sessiz ko'lchakdan chiqibla atirgul tutib olgan. Biz shu birinchi bo'lib nima desa, o'zimizni yaxshilik qilishimiz kerak. Biz ichki xushalligimizni tepish kerak. Ichki xushalligini topgan odam xuddi bir atir chashqanga o'xsha yo'lda mangsila bo'ldi. Biz atir chashqan bu odam bizga yaqin kelmasin bo'ladi, faqat yo'lda mangs bizning yerimizda o'tib ketsalar, bizga xushallik beradi, xushpuroqlik beradi. Shunga mening doim ta'kidlaydiganim nima desa, ichki xushallikni tepish. Bu odam ro'yitiga qimmat bog'liq bir atirni chashqan bilan bab-barobar. Rahmat. Ko'ngil tinchlansa, odam o'ziga qaytgandek bo'lib qoladi. Tinchlangan paytlaringizda o'zingiz haqida o'ylanib, texim tirishingizni umid qilamiz, Patarjon. Endi sing'illarim, sizlarning ko'nglinglar uchun ikki misra ilhomim kelib qoldi. Yillar o'tdi, ömrümdən yırtıldı bir bət. Qayerdesan, mana taliq muhabbət. Sizlar muhabbət izləb sahnaga chiqyapsizlar. Balkim uchirtamayapsizlar, lekin hamon bir kun uchraydi. Lekin gohida fursatni qo'ldan berib qo'yishmi yaxshi emas. Shunga o'zinglarga ham qarshi tarafga fursat berishqimi imkon yaratib baqsanglarga deymiz. Xo'sh, naq maydondagi qiz yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'siratini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Yaxshimisiz-da? Yaxshi. Bo'lsa, elchi programmamiz qanday chiqibdi? Yoshlarimizni qanday talab fikrlaringiz bor? Bugungi elchi programmamiz shunday yaxshi chiqibdi. Men shundan bak xush bo'ldim. Biroq meni afsuslantirgani, mushu qiz yigitlarning bir-birisiga qo'l tutishib qilmagani shunday afsuslandim. Qiz yigitlar bir-biridan Naytı çoğun suallarını sorvaldı. Bular turmuş qurib baxmaganlığı üçün şununla bular bir-birisini düşenmey. Bular kiçikkina bir sebeplik bilen çıraqni ücretip qaldı. Bolsa bular bir-birisini düşengen bolsa baxtın tapqan bulatdı. Yani birisiga bular turmuş qurib baxmagandikin şun bir-birisini düşünenmey qaldı. Bunundan keyin bular bir-birisini tushunib, bu programmaga qatnashgandagi yaxshi bir natijalarni qo'lga keltirib, keyin turmush qilib baxtini topgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men oxirida o'sha elchi programmasiga qatnashgan barliq qiz yigitlarning baxtini tepib, ota-onalarini xotirjam qilishini umid qilaman. Bizning bugungi sanamiz oxirlash oldida, oxirida Japat atqan o'g'illarimizga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan qo'yiqliq darajasi yuqori bo'lgan aqsil sovg'a qilamiz. Qiz mehmonlarimizga bo'lsa Xinjiang Nazbari xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Roya markali grim buyumlarni sovg'a qilamiz. Texim go'zal bo'lib ketinglar. Qani, qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning bugungi soni mishada oxirlashdi. Programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklanish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Ulg'ar uyumlik ichish cheklanish shirkati, Xinjiang Nur Aman uyumlik ichish cheklanish shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Jo'rsiz bo'ytaqlarimiz uchun, yoshchi cho'ng, ilojsiz, chorasiz bo'lib kelayotgan bo'ytaqlar uchun balkim biz maxsus yosh jihatda mos kelganlarni bir sahnaga to'plab, elchining bir necha sonlarini ishlashimiz mumkin. Agar sahnaga chiqish imkoninglar bo'lmaganda, Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklanish şirketining qiziq liniya telefoni orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Esinglarda bo'lsin, har hafta ishinglarni bir aziz mehmon chekidi. Uning ismi Elchi. Biz shu. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.